Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz surdapedagogikani rivojlanish bosqichlarini o'rganish metodikasi. Bugungi mavzumiz ushbu rejalar orqali olib boriladi. Bunda zamonaviy surdapedagogika 21-asrda surdapedagogika raqamli texnologiya, sun'iy intellekt hamda inklyuziv ta'lim bilan boyigan. Asosiy yangiliklari koxlear implantatsiya, raqamli audiologiya, subtitrli multimedia darsliklar, interaktiv mushorat tillar lug'ati, inklyuziv ta'lim muhitini yaratish, logopedik robotlar hamda AI asosida nutq mashqlari hisoblanadi. Surdapedagogika ilk ilmiy bosqichi 16-18 asrlarda rivojlanib boshlagan. Ushbu davrlarda surdapedagogika tarixida burilish davri hisoblanadi. Ularning asosiy namoyandalari Pedro Ponce de Leon kar bolalarga o'qish va yozishni o'rgatgan birinchi pedagog sifatida tanilgan. Juan Pablo Bonet esa eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga nutq o'rgatish metodikasi haqida birinchi ilmiy asarni yaratdi. Abedi Epe esa birinchi surdapedagogik maktabni tashkil qilgan hamda mushorat tilidan ilmiy asosda foydalangan. Surdapedagogika rivojlanish bosqichlari, o'rganish metodikasi hamda tarixiy tahliliy metodik. Bu metod surdapedagogika rivojlanishidagi har bir davrning ilmiy g'oyalari, pedagogik maktablari, texnik vositalari hamda ta'lim tizimidagi o'zgarishlarni solishtirish hamda tahlil qilishni ko'zda tutadi. Retrospektiv tahlil metodi esa surdapedagogika rivojlanish bosqichlarini o'rganishda eng ko'p qo'llaniladigan ilmiy metodlardan biri hisoblanadi. Bu metodning mazmuni tarixiy jarayonlarni hozirgi zamon talablari nuqtai nazaridan tahlil qilish, ularning bugungi amaliyot bilan bog'liqligini aniqlash hisoblanadi. Retrospektiv metodning asosiy vazifalari o'tgan pedagogik tajribalarni ilmiy jihatdan baholash, dastlabki surdapedagogik maktablarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, zamonaviy surdapedagogika rivojlanishida qaysi g'oyalar davomiylikka ega ekanligini ko'rsatish hamda tarixiy jarayonlardan yangi metodikalar uchun ilmiy xulosa chiqarishdan iborat hisoblanadi. Diagnostika hamda reabilitatsiya jarayonlarining ahamiyati, ya'ni eshitishda nuqson bolalarni reabilitatsiya qilish, tibbiy, psixologik, pedagogik hamda jarayonlar uyg'un bo'lgandagina yuqori natija beradi. Tarixiy metodlarni o'rganish qay biri qaysi tipdagi o'quvchilar uchun mos ekanini aniqlashga yordam beradi. Uning kamchiliklari esa o'quvchilarda nutq apparati faol emas, og'zaki nutq qobiliyati sust rivojlanadi. Ba'zan grammatik tuzilishini aniqlashda cheklovlar ham ro'y beradi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirishdagi ahamiyati esa rivojlanish bosqichlarini bilish orqali integratsiya jarayoni yengillashadi, ota-onalar bilan hamkorlik mustahkamlanib, maktablar uchun individual ta'lim rejasi ishlab chiqiladi. Bu surdapedagogikaning ijtimoiy ahamiyatini oshiradi.